Bugun vatandaş 2024-yil 9-ayning 14-kuni hafta shanba. Endi oxirgi leksiyamizni anglab qo'ying vatandoshim. Endi hozir Jungo matbuotlari kuzatuvchi torbiti Jungo matbuoti Amerikada qayerda bu torbiti kuzatuvchi torbiti e'lon qilgan bir maqola Xitoyning maqolasi ekan. Biz shundan sizlarga mazmunlarni leksiya shaklida so'zlaymiz, anglab tahlil qilishinglarga topshiramiz vatandosh. Bundan nima deydi? Jungo matbuotlari ham xiyollarni tashlab etayli. Jungoga tetishlik 25 turli qonun loyiha kishini cho'chitdi. Mavzuli xabar 9-ayning 14-kuni Vanvetor betida e'lon qilindi xabar. Bunday boshlandi. Shu vaqt 9-ayning 9-kuni 6 haftalik dam olishni oxirlashtirib, Amerika Avam palatasi bir haftalik Jungo haftaligini qanot yaydirib, bir necha 10 parcha Jungoga munosabatli qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Saylamga 3 hafta qolganda g'aljirlik bilan Jungoga qarshi bo'ron qo'zg'adi. G'aljirlik bilan siz insoniyatga qarshi bo'ron qo'zg'adingiz. Masalan, Uyg'uristonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildingiz. Jungo kompartiyasi. Siz g'aljirlik bilan mustamlika Uyg'uristonda Uyg'ur qirg'inchiligini yo'l qo'ydingiz. Jungo kompartiyasi bu yerda Amerika g'aljirlik qilib nima qildi? Masalan, shunga oid bir ish qildimi? Masalan, boshqa bir millatni bir nodam mazlum millatni qirg'in qilma dedi. Bu Amerikaning g'aljirligimi va yoki insonparvarligimi? Sizdek g'aljirlashgan Xitoy millati oldida Amerikaning insonparvarligi g'aljirlik bo'lib ko'rinadigan bo'lsa, sening qilayotgan g'aljirliging insoniyat oldida nima bo'lib ko'rinishi mumkin? Jungo kompartiyasi. Sen hozir Amerikaning insonparvarligini, odamgarchiligini, kishilik huquqni eg'izdan tushirmaydigan, balki eg'izdan chiqargan bo'yicha shuni qo'llab himoya qilib, hozirgi dunyodagi mazlum millatlar ko'ngil bilayotgan Amerikani sen g'aljir desam, mushu so'z, mushu tasvir, bu sifat sana ashidaq deyishga sen haqliqmi Jungo kompartiyasi? Saylamga 3 hafta qolganda g'aljirlik bilan Jungoga qarshi bo'ron qo'zg'adi. Jungo haftaligi boshlangandan Amerika Qo'shma Shtatlar Avam palatasi Jungo raqobati favqulodda komiteti jang natijalarini inchki hisobladi. Buni kuzatuvchi Xitoyning matbuoti da'vatida juma. Jungo matbuot kuzatuvchilar torbiti mundaq ko'rsatdi. 25 turlik Jungoga munosabatli qonun loyiha mavzusi qarasama odam cho'chiydi. 9-ayning 12-kuni Jungo komiteti torbiti, ya'ni davlat majlisidagi Jungo Amerika favqulodda munosabatlar komiteti torbiti Jungo haftaligini aslash mavzuli xabar e'lon qilib, bir hafta ichida Avam palatasida ma'qullangan Jungoga munosabatli qonun loyihalarini qatoriga tuzib chiqdi. Buning ichida ma'qullangan qonun loyiha Jungo komitetining raisi John Moliner o'tirg'i qo'ygan qonun loyihasi bor. Avam palatasi bu qonun loyihalarga bir-birlab ifoda bildirdi. Bu qonun loyihalar tuvandikcha Jungo matbuoti sanovatida bu qonun loyihalarini vatandosh. Biologiyalik bexatarlik qonun loyihasi 8-ayning 21-kuni birinchi bo'lib Jungo Amerika favqulodda komiteti Avam palatasi komitetning raisi John Moliner o'tirg'i qo'ygan edi. Biologiyalik tadqiqot, dori tadqiqot Amerika shirkatlarini tanqid qilgan edi, harbiy taraf bilan birlashdi deb. Bugun birinchi bo'lib bu qonun loyiha ovoz qo'yildi, ovozni o'tdi. Cheklandi. Har qanday shirkatlar Jungo harbiy taraf bilan birlashib, biologiyalik tadqiqot elib berishiga ruxsat yo'q. Ikkinchi qonun loyiha Jungoning odamsiz aeroplanlarga qarshi qonun loyihasi. Üçüncü, chet ellarning batareyasiga tayanib qolishni ayirib o'tish qonun loyihasi.
Dördüncü, Amerika yezigiligine chet ellik rekabetçilerinin dəxlətəroz qilishidin qoğdaş qanun layihəsi. Məsələn, Amerika diyərsəti biliş. Ötken dedik ki, Rusya, Cungo puraları. Rusya'dan, Cungo'dan kelgen puralı Amerika diyərsəti biliş. Hukukluq. Ama hukuku yok. Çektenli. Qoğdaş qanun layihəsi. Devlet Bexatarlığı Ministerliği Kunuz institutları ve alakadar şirketleri çekleş qanun layihəsi. Cungo elektrik maşinlağı Amerika'da yetekçi orunda turuşunu ahırlaştırış qanun layihəsi. Cungo Halk Cumhuriyeti yaman garazlık təsirini çekleş üçün hukuk beriş qanun layihəsi. Cungo'nun təsirini çekleş üçün qandaq tədbir qolunuz ideologiya ve başqa sahada qandaq tədbir qolunuz şunun üçün hukuk beriş qanun layihəsi. Pentexnika kelişimidi Devlet Meclisi ufturuşlu küçeytiş qanun layihəsi. Onundan başqa yana toqunuş təhdidi qanun layihəsi. İqtisad casuslardan bəxəs buluş qanun layihəsi. Chet el ixtisaslıqlarını qalaymakan təklif qilishini çəkləş qanun layihəsi. Chet ellik rəqiblər üçün alaqada uçuq buluş qanun layihəsi. Eksportni başquruşni küçeytiş qanun layihəsi. Ondan başqa Cungo Komiteti mındaq görsətdi. Avam Palata yana başqa mühim qanun layihələrini elan qıldı. Amerika'nın Cungo'dan yoki Cungo'nun təsirindən saqlanışni məqsəd qılıdı bu qanun layihələr. Hazır 30 türlük deganimiz yo'q, jami 25 türlügi bu qanun layihənin bevosita Cungo qaritildi bugun bu xabarda. Cungo'nun kuzatkichi torbiti bəxəs buluş, ihtiyat buluş, hatta bunun özünün icra qılınışı ve məzmununu koyup durup mavzuğu qaraydigan bolsan adam çoçuydun. Yani bir xabarda bir mavzuda şunda xabar kepti ki, endi bu qanun layihələr Amerikada ma'qullandı, ma'qulluqda ötüdü. Cungo Kompartiyasının bunun yoki yo'q, yoq ha deydigan yoki ha deydigan huquqi mi yo'q, jur'ati mi yo'q, yoki bu qanun layihəga taqobil turadigan iqtidori mi yo'q deb xulosalar chiqarildi vatandaş. Tebrikleymiz Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi başlığı Michael Johnson efendi sizler. Tebrikleymiz Avam Palatasi a'zolarini, tebrikleymiz Kengash Palata a'zolarini. Shundaqla haqiqiy yo'sinda Cungo Kompartiyasının asli qiyofatini tonib yetgan Amerika xalqini mushu oy, mushu kunlarda olqishlaymiz ve Amerika Avam Palatasida ma'qullangan 30 türlük qanun layihələrini, o'ttirib qo'yilgan qanun layihələrini olqishlaymiz vatandaşlar.